Assalomu alaykum. Sog'misizlar? Mol boqib, ro'zg'orini obod qilayotgan uy bekalari va mol ishqibozlari. Bugungi mavzumiz mollar bug'oz paytida juda kuchli ishtahaga kiradi. Nushqitlarni ham qoldirmay yeb qo'yib, ko'pincha bo'kib qoladi. Mol tuqqandan keyin 10 kunda ichida ishtahasi ko'p yaxshi bo'lmaydi. 10 kundan keyin juda ham ishtahaga kiradi. O'sha paytida ham mollarda bo'kish kuzatiladi. Ishtaha juda ham zo'r bo'lganligi sababli. 8-9 oylik bug'oz mollarda ishtaha kirishi bu tabiiy hol. Mollarda ishtaha kirgan paytida oldiga qo'yayotgan yemishingizni oz-ozdan bering va kuzatib turing. Mollar oxirigacha yeb qo'yadi, yem-yemishlarni nushqitdan chiqarmay suvni ichadi va to'yib ketib bo'kib qoladi ko'pincha. Tuqqan mollar ham xuddi shunday. Bu paytida nima qilishimiz kerak? Iloji boricha uy sharoitida 5-6 ta piyoz bering. Agar yoz payti bo'lsa, ustiga suv seping. Ko'yish qaytarishni boshlamasa, sut ichiring. Zardob ichiradi ko'pchilik, zardobdan ko'ra sut ichirgan ma'qulroq. 3-4 kunlab ko'yish qaytarmay, faqatgina suv ichib, suvni ham oz-oz ichib, inqillab qolgan mollarni ko'rganmiz, tajribamizda bo'lgan. O'sha paytida iloji boricha ovqat bermang. Yemish ham, yem ham bermang. Mollar ko'yish qaytarib, o'ziga kelib olgandan keyin yemlarni asta-asta davom ettirasiz. Sekin-sekin